Voy, o'zgarib ketibsanmi, Hikmat? Yangi shalvar olibsanmi? Gapirma. Maktabni bitirganimizga ham 10 yil bo'libdi. Uylandingmi? Endi Shoshilmagin faqat. Hozirgi qizlar saynib ketgan. Uyim, joyim deganidan uylan. Qayerda nima qilsa ham uyim, joyim desan. Ishon, bunaqa qizlar olsa baxtli qiladi sen. Mendan senga женский совет, uyim, joyim deganiga uylan. Hikmat, o'zgarib ketibsan. Shalvaring qani? yaqinlashma. Sani jenskiy soveting meni hayotimni barbod qildi. Uyim joyim deydigan qizni olib qulomiyam yevoruvding. Voy, uyim, joyim demadimi? Dedi. Shuning uchun ham meni uyim joyim qolsa uni uyi joyi. Birinchi uyimni nomiga o'tkazdi. Keyin men bilan ajrashib uyimdan haydab yubordi. Voy o'li, qizlar aynib ketibdi-da. Bo'lmasa bu safar bolam, chaqam deganiga uylana qol. Undan keyin yerini ham, bola chaqasini ham boqamanmi? Yo'q!